Aytishinglar mumkin, u yerda ham ko'rinyapti, bu yerda ham ko'rinyapti, unga ham chiqyapti, bunga ham chiqyapti, nima bo'lyapti deb, men o'zim hozir, a, Karon Bazar platformasi bilan hamkorlikdaman. Birga ishlayman, birga rivojlantiraman, asoschilaridan biriman. Zarina Sadiqova bilan ham ishlab kelyapman. Zarina Sadiqova bu NLP master terapevtlar. Ularning o'zlarining kurslari bor, основной раскопка sessiyasi bor. Bu konsultatsiyaga o'xshaydi, lekin natija 100% garantiya beramiz bunga. Kurslardan bo'ladigan bo'lsa, hozir yana qisqacha kichkina muvaffaqiyat kaliti nomli kursni boshlayapmiz. 3 kun davom etadigan to'liq ma'lumot Telegram botimizda bor. O'tib bu kurs to'g'risida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Zarina Sadiqova bilan ishlaydigan asosiy yo'nalishimiz bu NLP. NLP ichki olam, ong, ongosti. Sessiya bor, kurslar bor. Mana shularda ishlab, o'qib o'rganishingiz mumkin. Bu o'zingizlar uchun, birov uchun emas. Karon bozorda bo'ladigan bo'lsa, bu уже kattaroq, jiddiyroq narsa. Tak как asosiy maqsad chet el bozoriga chiqish. O'zbekiston tovarini Made in Uzbekistan nomida butun dunyoga tanitish. Bizlar bilan bo'linglar, omad tilab qolinglar. O'ylaymanki, biz o'z maqsadlarimizga erishamiz. Niyat qildik, maqsad qo'ydik, reja tuzdik va biz unga dadil qadam tashlab bormoqdamiz.